Ba'zan keyin, hozir vaqt emas, pul bekor ketadi deyiladi. Lekin keyin vaqt bo'lmasligi mumkin. Oilasiga vaqt ajratish kerak, safar chiqish kerak. Xoh shahar tashqarisiga, xoh chetroqga, xoh chet elga, lekin oila bilan qilish kerak. Chunki oilaga qilingan har bir xarajat baraka. Bu isbotlangan formula desam bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar, ichinglarda eng yaxshilar oilasiga mehribon. Demak, men eng yaxshilarman deb aytganlar. Lekin pul topiladi. Chunki pul bo'lmaganda ham niyat qilsangiz Alloh yetkazadi. Oxirgi pulingizga, oilangizga sarflaydi, mo'jiza bo'ladi, yana baraka beradi. Men o'zimda ko'p bor isbotlandim. Shuning uchun oilam bilan ko'p safar qilishni yaxshi ko'raman. Chunki farzandlar bilan birga bo'lamiz, ko'p narsalarni o'rganamiz. Bularga orzu qilish, vaqt ketmasdan avval vaqtingizni ajratinglar. Pulingiz ko'payadi. Oxirgi pulim oilaga yashaydigan odam ham oxirgi pul sarflang, mo'jiza bo'ladi, yana keladi.